Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Bir arin Eltuz degan bitta video chiqargan edi. Kechirasizlar, men juda issiqda. Shunda bir melisalar to'g'risida gapirgan edi. Bitta nima melisa emas, bitta bola o'zini onasini zo'rlab qo'yibdi qarang. So'rab qo'ygan ekan, ota-onasini melisaga topshiribdi. Shu bola xabar ham olmabdi, oradan 5-6 yil o'tib ketdi. Bolasi qaytib ketdi. Qaytib kelsa u mayor bo'lib ketdi. Hayron qolib, bolamizni qamatib yuboringlar, bu mayor bo'lib ketdi-yu degan ekan. Boribdi melisaxonaga. Buni men aytayotganim yo'q, o'sha Eltuz aytyapti. Shunda keyin bu bizni bolamizni onasini zo'rlaganda shu siz mayor qilib qo'ydingizmi deganda nachalnik aytgan ekan. Bu yerda hammasi onasini zo'rlaganlar, onasini zo'rlamaganlar yo'q bu yerda degan ekan. Shunchalik iblos odamlar to'planib qo'yadi deyapti. Shunda deb o'sha Eltuz chiqargan edi. Endi men o'ylab ko'rsam, o'ylab ko'ringlar-da. Bunaqa narsani hech kim enasini zo'rlab qo'ymaydi, lekin rosa iblos odam qilganda shunaqa deb qo'yadi-da. Shuni singari bu melisalarning buni yomonligidan shunaqa deb aytibdi. Menimcha melisa emas, undan ham yomoni mana bu 2200 ta imom bo'lsa kerak. O'shalar enasini zo'rlagandan ham ortiqcha bo'lib ketadi. Aslida o'sha nimada buni o'xshatganda mana nimalarga domlalarga aytsa bo'ladi. Shularda nimasini o'sha 2200 ta imomlarning ichida enasini zo'rlamagan yo'q deb aytsa, shular to'g'risida bo'ladi. Melisaga uncha to'g'ri kelmasa kerak. Endi melisalar ham o'sha iflosligi bor, lekin bu darajada bo'lmasa kerak. Lekin mana bu domlalarga juda qo'shimga keladi. Bu ifloslar undan ham ortiqqa nima qilgan, undan 5 betar ifloslikni qilgan. Ular mana Alloh ularga ilm beribdi. Bir bunday nimaga odamlarni tushuntirib oladigan darajada aql beribdi. Ko'rgan bir ovozlari ham bunday nima deydi, yoqimli, o'zlari aqlli bo'lgani uchun mana odamlar ichida obro' topib qoldi. Alloh ularga shunday katta ne'mat berdi-da. U bergan ne'matni nima qilyapti desang, endi u shunaqa ifloslik qilyaptiki, Alloh nimani buyurgan bo'lsa shuni teskarisini qilyapti. Bu ifloslar boshimizda mana tog'ut bilasizlar. Tog'ut o'zi kim desa, bu Allohning dinini inkor qilib najas qonun chiqarganlar, shular tog'ut bo'ladi. Tog'ut deganda Alloh bir. Allohning dini bir shu nima deymiz, bu Allohning dini. Qolgan boshqa tuzumlar hammasi tog'ut. Demokratiya bo'ladimi? Yo bo'lmasa konservator deb qo'yadi, liberal deb qo'yadi, sotsialist desa sotsialist, demokrat, yana haliginaqa nima qirollik deb qo'yadi. Ko'pda Qur'onda aytgan nima Alloh insonlarni zulmatlardan nurga chaqiradi. Iblis bo'lsa nima? Tog'ut bo'lsa deydi. Tog'ut bo'lsa u nima debdi? Nurdan zulmatlarga chaqiradi deb. Shuni domlalar nima qiladi, masalan, mullalar albatta teskarisini qilishadi. O'sha tog'ut tomonda turadi. Zulmatlarga chaqirayotgan darajada turib, ular tarafini oladi. Har yo'l bilan ularni himoya qiladi, qo'lidan kelganicha. O'sha kimki imom bo'lgan bo'lsa, u bo'ldi, u ketdi. Imom bo'lganda hech qaysi bu agar haydalib ketmasa, u hech qachon jannatga tushmaydi. Sababi var asrda nimasida aytgan u. Nima surasida. Var asr innal insana lafi husr. Ya'ni odamlar hammasi va asrga qasam hammasi adashgan deyapti. Adashuvdi. Endi ulardan faqat mana 4 ta sifati bori to'g'ri yo'lda degan. Ular kim desa, iymon keltirgan, yaxshi amallar qilgan. Ya'ni Alloh buyurgan ibodatlarni to'liq bajarib yurgan insonlar.
va ular haqni gapirgan. Haqni gapirganda ularga musibat kelganda o'sha musibatdan o'zlari ichida boshqa birodarlarni ham chaqirgan nimaga? Sabrga. Sababi kim haqni gapirgan bo'lsa, unga albatta shunaqa sinov keladi. Endi nima bu yerda demak mehrobda o'tirib qolibdimi? Ularga sinov kelmabdi. Nima uchun sinov kelmabdi? Ular haqni gapirmabdi. Haqni gapirmaganlar, haqni yashirganlar Allohning eng katta la'natiga qo'yganlar. O'zinglar tasavvur qilinglar. Bunday bo'lar ekanda, mana u 2-jahon urushida partizanlar bo'lgan. Shu partizanlarni qo'lga tushib qolar ekan ba'zi. Tushib qolganda ba'zi birlarini chiqarib yuborar ekan hali nimalar, nemislar. Chiqarganda partizanlar haliga nimadan nemislar qo'yib yuborganda otib tashlashar ekan, ushlab o'ldirib tushar ekan. Sababi o'sha nimani u nemisda odam bo'lgani uchun u qo'yib yuborgan. Bo'lmasa qo'yib yubormasdi. Endi ko'ryapsizlar hozir imomlarni rosa qamayapti, otib ketyapti. Mana bu so'ramullalar nimaga yotmayapti? O'shalarniki ekan. Bular o'sha aytganda iblisning eshaklari, iblis ularni ras nuqtalab, jigallab, minib olgan. O'sha qayoqqa yetilasa shu yoqqa ketyapti, odamlarni adashtiryapti. Bular shunaqa bir iflosga qaraylar. Odam qanchalik bunaqa iflos bo'lish kerak ekan. Bunaqa iflos imomdan ko'ra iflos odam yo'q bo'lsa kerak. Bo'lmasa G'azoda shuncha qirg'in bo'layotganda, boshimizda tog'ut unga yordam berib turganda, shuni to'g'ri yo'lga chaqirishni o'rniga uni maqtashini ayting. Prezidentimiz musulmon deb. Endi tasavvur qilinglarchi, buni qanday deb tushunsa bo'ladi. Endi mana boshqa shunday zamonlar bo'ladi-da. Xalqda to'qchilik bo'ladi. Hamma yo'q tinch, hayot yaxshi. Bu davlatda endi bundaychasi aytganda juda adolatli bo'lmasa ham, bunaqa bir iflosliklar kam. Hammaga ish bor, hammaning qorni to'q. Shu mahalda odam adashib qoladi. Boshidagi to'g'atligini bilmay qoladi. Lekin hozirgi mahalda ifloslikni qarang. Mana u boshimizda turgan mustaqil davlatman deganlarda prezidentlar eng iflos odamlar. O'sha Yahudga qurol yarog' yetkazib beryapti. Mana u O'zbekiston mis yetkazib beryapti shunaqa nima gilza qiladigan snaryadga, avtomatga. Mana u Eron nima? Turkiya 750 mingta snaryad bergan. 155 millimetrlik, u 70 kilolikdan bergan. O'sha musulmonlarga otgan. Mana u Ozarbayjon mana neft, gazni yetkazib beryapti. Uniki yetmay qoldi, mana nima Qozog'iston yetkazib berdi. Shu yerda musulmonlarga rosa qirayotganda musulmon o'sha Yahudni prezidenti keluvdi bu yerga, nimaga? Qozog'istonga. Bayroqlarini ko'tarib, uni rosa kutib olishdi. Bu ularning kimligini biladi desa, bular o'sha to'ng'izdan ham iflos bir mana Yahudni malaligini bilinadi. Mana hozir mana bu dunyoda nafrat ko'payib nimaga? O Yahudga. Hech kim ularni turistlarni ham kirgizmay qo'ydi. Yurtidan haydab bordi. Elchixonalarni ham quvlab chiqdi. Mana bu nima-chi? O'zbekiston xuddi hali fohisha tasavvur qilib bir yerda fohishxona yopilib qolgan bo'lsa, endi bu fohisha ishlayotgan bo'lsa, unga yog'ilib keladi-da. Yog'ilib kelyapti o'sha fohisha xonaga kelgan zinokorlarga. Hammasini yaxshi kutib olyapti. Oldiga darson, ayog'ini tagiga payandoz, mana nimasini ham qurib beryapti, sinagogasini, ibodatxonasini. Bu domlalarning nimani boshimizda turgan bu tuzum haromligini, u musulmonlarning eng katta dushmanligi va u mana u insoniyat faqat musulmon emas, butun insoniyat bu dushmani bo'lgan Yahudni malagi qancha it ekanligini ko'rsatib qo'yapti. Shu domlalar yetkazish kerak edi, yo'q. Jim turishibdi. Nimaga deganda, bular o'sha hali aytgan avvalam videolarimda aytaman, o'g'illar urg'acha minib olib nimaga boradi deb, o'g'illikqa hangiramaydi. Bular shunaqa hangiramaydigan urg'acha eshaklar. Lekin xalq buni tushunmasdan hurmat qiladi, shu yo'l bilan adashtiryapti. Haliga shayton ilgari qiynalib hammamizni adashtirishga harakat qiladi. Hozir shaytonlarga ish qolmadi. Har bir musulmonlar yashaydigan davlatda shunaqa nima bor.
musulmonlar idorasidagi munofiqlarni idorasi bor. O'shada bir to'ng'izga o'xshagan to'ng'iz sifat muhti bor. Mana O'zbekistonda mana u Nuriddin to'ng'iz, Qirg'izistonda atini ismini chiqib qolibdi. Bu ham to'ng'iz baribir. Sal-pal boshqacharoq to'ng'iz bo'lishi mumkin, endi to'ng'iz. Shular mana shu tog'otga katta yordam berishyapti. Ularda yordamida mana buzg'unchilikni rosa oshiryapti. Ko'rib turibsizlar, buzg'unchilik shunchalik nimaga yuqori darajaga yetibdi. Biz mustaqil bo'lganimizdan keyin biz musulmonlar agar rost mustaqil bo'lgan bo'lsak, boshimizda turganimiz tog'ut emas, musulmon bo'lsa, mana bu nimalar imomlar urg'acha eshak emas, nima ilmlik, mana ilm egalari bo'lganda, Allohdan qo'rqadigan bo'lganda, mana qancha 30, 20, 37 yil bo'libdi. Shuning ichida bu yerda hamma odam musulmon bo'lib ketish kerak. Hozir ko'ryapsizlarki, odamlarda dindan hech qanaqa ish nimasi yo'q. Mana bu tushunchasi. Odamlarda juda katta qismi shu kofirlik qilgan ishni qilib yuribdi. Endi qolganicha bir 20-30% shu dinga oliy qilaman deganda, mana bu boshimizda turgan tog'ut qamab yo'q qilayotgan bo'lsa, uni harom tuzumini maqtab, mana 2200 ta urg'acha eshaklar shunga xizmat qilyapti. Ko'zni ochinglar. Bu shu boradigan joyi bularni, bu joy shunaqa eng iflos joy. Shularga erishib qolsalar, o'shalar bilan birga borasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.